Здравствуйте, уважаемые участницы и участники финального этапа лекторской олимпиады Международного университета Tashkent International University of Education. Assalomu alaykum. Men Shayxontohur tumani 40-maktabdan 11-sinf o'quvchilarini olib keldim. Bu universitet haqida, bu universitet IT sohasiga mo'ljallangan, matematika, ingliz tili fanlari o'qitilar ekan. Shu bo'yicha bolalarimiz ingliz tilidan ko'proq qiziqqanligi uchun 11-sinf o'quvchilarini ingliz tilidan olib keldik. Bu yerda IT sohasiga qiziqqan bolalarimiz ham bor. Mana shu universitetga kirishni xohlaydigan bolalarini tanlab, biz mana shu yerga o'qishga taklif qilib olib keldik. Ularga men muvaffaqiyat tilayman, o'qishlariga omad tilayman. Yaxshi o'qishlarga kirib, mana shu universitetlarga talaba bo'lib yurishligiga men tilakdoshman. 40-maktabdan keldim, ingliz tili olimpiadasiga. Bizda maktabdan kelib birinchi test olishdi, o'sha testdan yuqori ball olganligimga bo'tga chaqirishdi meni va shu orqali bu olimpiadaga keldim. Hech unaqa qiyin bo'lmadi. Men o'sha ingliz tilini yaxshi bilganligim uchun menda shunaqa keldim shu yergacha, ikkinchi bosqichiga.